Dajjal yer yuzi bo'ylab insonlarni fitnalastirishlikda 40 kungina davomiy bo'ladi. Ya'ni 40 kungina insonlarni fitnaga uchratib yuradi. Lekin uni bu 40 kuni siz bilan bizni oddiy kunlarimizdek bo'lmaydi. Nabiy sollallohu alayhi vasallam aytadilar, uning bir kuni 1 yilga barobar. Ya'ni sizlarning 1 yilingizga barobar. Yana bir kuni sizlarning 1 oyingizga barobar. Yana bir kun esa sizlarning 1 haftangizga barobar. Qolgan kunlar esa sizlarning kunlaringizga o'xshaydi. Ya'ni Alloh taolo uning kuniga shunday bir davomiy qiladiki, bomdoddan kun botguncha bo'lgan kuni siz bilan biz sanaydigan 1 yilning uzoqligiga barobar bo'ladi. Sahobalar Rasulullohdan bu so'zni eshitganlaridan keyin ibodatga haris bo'lganliklaridan, "Ya Rasululloh, uni bir kuni bizni 1 yilimizga barobar bo'ladigan kunda biz 1 kunlik namoz o'qiymizmi yoki 1 yillik namoz o'qiymizmi?" deydi. Nabiy sollallohu alayhi vasallam aytadilar-ki, "La uqduru lahu qadra." Yo'q dedi. Unga teng namoz o'qiysizlar dedi. Ya'ni 1 yillik namoz o'qiysizlar degani. Bu nima degani? 1 yillik namozni bir kunda o'qigan odam jahannamozdan boshini ko'taradimi? Ya'ni uni ro'barasiga chiqmanglar degani. Nabiy sollallohu alayhi vasallam aytadilar, agar sizlar qaysininglar ana shu zamonga ro'baro bo'ladigan bo'lsanglar, uning ro'barasiga chiqmanglar. Uni oldiga chiqmanglar deydi. Hadisdan ma'lum bo'ladiki, oy tutilishi bor, kun tutilishi bor yoki shunga o'xshagan bir boshqa bir sayyoralarga, boshqa bir planetalarga boriladigan bo'lsa, u yerda namoz o'qishlikning vaqti ana shu vaqtga qarab belgilanadi. Oxirat ilmini o'rganishlikdagi foydalardan bittasi shu deb aytganlik darslarimizning boshida. Imom Muslim rivoyat qilgan sahih hadisda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam Dajjal haqida aytadi. U Shom va Iroq orasida zohir bo'ladi. O'ngni ham, chapni ham, g'arbni ham, sharqni ham fitnaga to'ldiradi. Ey Allohning bandalari, sobit turinglar. Dajjalga iymon keltirib, unga qattiq ergashganlar yahudlar bo'ladi. Imom Muslim sahihlarda keltirgan hadisda Nabiy sollallohu alayhi vasallam aytadilar, Dajjalga Isbahon yahudilaridan 70 ming kishi ergashadi. Ularning yelkalarida laffofa deyiladi, ana shu yahudiyligini bildirib turadigan bir diniy bir kiyimi, bir alomati bo'ladi. Biz tilda bir sharf desak, osonroq tushunsa kerak. Yahudiyligini bildirib turadigan ana shunday bir matohi bo'ladi ustida. Yahudiylarning mana shu Isbahondan bo'lganlari 70 mingtasi unga birinchilardan bo'lib ergashadilar. Yahudiylarning dinlarida Dajjal chiqishida haqida ma'lumotlar bor. Ular uni zohir bo'lishini kutadi. Ularning kitoblarida Damasaya deb nomlanar ekan. Ularning gumonlaricha Dajjal oxir zamonda zohir bo'lib, uni hukmronligi dengizu quruqlikka yetadi. Dajjal bilan daryolar kesib yuradi va bu narsa Alloh tomonidan unga berilgan mo'jiza deb e'tiqod qiladilar. Hamda Dajjalga ergashganliklari uchun Dajjal ularga yer ostida yerdagi hamma hukmronligini yahudlarga qo'liga qaytarib beradi. Ya'ni butun yer yuzining hukmronligini yahudlarning qo'liga qaytarib beradi degan e'tiqod qilishganligi uchun birinchi bo'lib unga ergashadiganlar yahudiylar bo'ladi. Bu ularning dinidagi ma'lum narsa. Lekin Masih Iso alayhissalom kelgan paytda yo'q, bu u Masih emas. U Masih bu tanishgan emas. Vaholanki Iso alayhissalom ham o'zi yahudiy bo'lgan millat. Dajjal Makka va Madina shahridan boshqa hamma shaharlarni aylanib chiqadi. Faqat Makka bilan Madinaga kirmaydi. Imom Buxoriy sahihlarida keltirgan hadisda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytadilar, Madinaning atrofida uni himoya qilib turadigan farishtalar bor. Madinaga to'un, ya'ni vabo hamda Dajjal hargiz kira olmaydi. Buxoriydan boshqa keltirgan hadisda Rasululloh aytadilar, Madinaga Dajjal xavfi, qo'rquvi kirmaydi. U kunda Madinaning 7 eshigi bo'ladi. Har bir eshigida 2 tadan farishta o'tdan bo'lgan qilichini yalang'lashlagan holda turadi. Dajjal unga kiraman desa, ular uni qaytarib turadi. Dajjal bu ikki shaharga kirmoqchi bo'lsa, ya'ni Makka bilan Madina shaharlariga kirmoqchi bo'lsa, farishtalar uni qo'llaridagi o'tdan bo'lgan qilichlar bilan qaytaradilar. Farishtalar ularni kirgizmas ekanlar, u bir oyog'ini Sabaha degan joyga qo'yadi. Ya'ni Madinada hech qanday ekin-tikin o'smaydigan Madinaning bir mintaqasi. Bu mintaqani ulamolar hozirgi kundagi Jamiyatul Islomiyaga yaqin bo'lgan bir joy deb atashadi. Bu shunday bir yerki, ekin-tikin hech qanday narsa o'smaydi. Dajjal kira olmasdan ana shu mintaqaga bitta oyog'ini qo'ygan paytda yer titraydi. 3 marta qattiq titraydi. Shunda Nabiy sollallohu alayhi vasallam aytadilar, Madinada 3 marta yer titraydi. Shunda Madinadagi har bitta kofir yoki har bitta munofiq
Madinani tashlab chiqib Dajjolga erishadi. Ya'ni payg'ambarimiz boshqa hadislarda aytadilar, Madina o'zining ichidagi najosatlarni surib chiqaradi. Mana shu Dajjolning kelishligi bilan Madinada agar kofirlar bo'lsa yoki munofiqlar bo'ladigan bo'lsa, Dajjolga chiqib ergashib ketadi. Dajjoldan qanday saqlanish mumkin? Nabiy sollallohu alayhi vasallam aytadilar, Abu Dovud keltirgan hadislarda, sizlardan birortangiz Dajjol chiqqanini eshitsa, undan qochsin. Uning ro'barasida turmanglar. Bir kishi uning oldiga o'zini mo'minman deb boradi-yu, lekin uni fitnaga solib qo'yganligidan, uni shubhaga solib qo'yganligidan Dajjol kofir bo'lib unga ergashib ketib qoladi. Ya'ni mo'minman deb boradi, fitnani kattaligidan, imtihonning og'irligidan, shubhani kattaligidan kofir bo'lganligini sezmay qoladi. Nabiy sollallohu alayhi vasallam Imom Muslim keltirgan hadislarda aytadilar, odamlar Dajjoldan qochib tog'larga chiqib ketadilar. Nabiy sollallohu alayhi vasallamning boshqa ko'rsatmalarida sizlardan qaysi biringiz Dajjol chiqqan zamonda bo'lsa yoki Dajjolga ro'baro bo'lsa, Kahf surasining boshidagi oyatlarni o'qisin. Ya'ni 1-dan 10-gacha bo'lgan oyatlarda tog'i zolim podshohning zulmidan qochib toqqa kirib berkingan yigitlar haqidagi qissa ketadi. Bunda shu nima hikmat bor deyilsa, ulamolar aytadiki, ayni mana shu oyatni o'qishlikda. Mana shunday bir zolim chiqqan paytda uni tashlab qochib ketishlikka ishora bor. Shuning uchun Kahf surasi o'qilish kerak deb aytadi. Ana shu zolim podshohdan qochib, yosh yigitlar g'orga qarab kirib ketdi, 300 yildan ortiq muddat u yerda uxlashdi. Alloh taolo ularni o'zi saqladi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam davrida mana bir ajib qissa keladi Imom Muslim sahihlarida. Qaysi o'rinda Dajjal haqida gapirilsa, mana shu qissa keltiriladi. Hamma sunan kitoblarida. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam zamonida Sofi ibn Sayyod ismli bir yigit bo'ladi. Yahudilardan bo'lgan bir yahudi yigit bo'ladi, 12 yashar bo'ladi. Rasululloh ana shu ibn Sayyodni kuzatib, undagi ba'zi bir alomatlarga qarab turib, mana shu Dajjolmikin deb gumon qilardi. Ya'ni ana shu davrda yashagan odamni payg'ambarimiz Dajjol shumikin deb gumoni bo'lardi. Kunlarda birida Umar ibn Hattob roziyallohu anhu bilan payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam birgalashib chiqishdida, Yahudilar yashaydigan tomonga, Madinaning o'sha tomoniga borishdi. Yahudilarning bog'laridan biriga kirishdi. Umar ibn Hattob hikoya qiladi. Rasululloh xuddi bir narsadan berkinib qo'rqqandek bir daraxtning orqasiga o'tardilar deydi, ozgina turib, ya'ni yugurib borib nanigi daraxt orqasiga o'tib ozgina turar edi. Go'yo bir narsani poylagandek. Birov ko'rib qolmasindek ehtiyot bo'lib turib, daraxt orqasida turadi. Yana ozgina turib yugurib nanigi daraxt orqasiga boradi. Xullas, ana shu 12 yasharli Sofi ibn Sayyod ismli yigit uxlayotgan daraxtning oldiga yetib boradi. Ya'ni uyg'onib ketmasin degandek, birov ko'rib qolmasin degandek, Rasululloh mana shunday bir ehtiyotkorlik bilan boradi. U Sofining ustiga borganida Sofi chalqamchasiga yotib olib, osmonga qarab yotib, rasa bir undan har xil ovozlar, g'udrashlar, xurriylar ovozlarini eshitilib turadi, ovozlar. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam sekin uning ustiga keladida, uni so'zlariga, undan chiqayotgan ovozlarga diqqat bilan quloq solishni boshlaydi. Go'yoki bir narsani o'qimoqchi bo'lgandek diqqat bilan quloq solib turadi. Rasululloh hali hech qancha ustida quloq solib turmasdan turib, ana shu Sofiyni onasi uyidan chiqib qoladi-da, payg'ambarimizni uni bolasini ustida turganligini ko'rib turib, "Ey Sofiy" deydi. "Ustingda Muhammad turibdi, uyg'on" deydi. Deganda hali Sofiy shunda uyg'onadi-da, shunday bir g'azabdan pishqirib, ovozlari boshqacha bo'lib, payg'ambarimizga bir g'azab bilan qarab turadi. Nabiy sollallohu alayhi vasallam aytadilar-ki, agar uyg'otmay turganida buni Dajjolmi, Dajjol emasmi bilib olardim deydi. Mana shu tamtamanalardan, mana shu ovozlaridan, undan chiqayotgan bir tovushlardan payg'ambarimiz uni kimligini bilmoqchilik bo'lganga yaqin bo'lib turganda, bilib qolishiga yaqin bo'lganda onasi uyg'otib yubordi. Shunda 12 yashar bola bilan payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam o'rtasida shunday bir suhbat ketyapti. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytadi: "Ey Sofi" dedi. "Meni Allohning rasuli ekanimga guvohlik berasanmi?" Sofi aytadi: "Seni ummiylarning nabiysi ekanligingga guvohlik beraman." 12 yashar bola Rasululloh bilan gaplashyapti. So'ngra Ibn Sayyod payg'ambarimizga: "Ey Muhammad, sen meni Rasululloh ekanligimga guvohlik berasanmi?" dedi. Subhanalloh. Ya'ni 12 yashar bola payg'ambarimizga aytayotgan gapini ko'ring. Vaholanki yahudilar bilardi payg'ambarimiz haqiqiy rasul ekanligini. Lekin yahudilardan bo'lmagani uchun iymon keltirishmagan edi. Nabiy sollallohu alayhi vasallam amantu billahi va rasulih, amantu billahi va rasulih dedi. Buni savoliga.
Allohga va uning payg'ambarligiga iymon keltirdim. Allohning va uning payg'ambarligiga iymon keltirdim. So'ngra Rasululloh sollallohu alayhi vasallam Sofiga qarab turib, "Ey Sofi" dedi. "Men ichimda bitta so'zni yashirdim. Bilasanmi o'sha qaysi so'z?" dedi. Sofi diqqat qilib turdida, "Ad-duh" dedi. Rasululloh ovozingni o'chir, uningni o'chir, haddingni oshma, ovozingni o'chir dedi. Cho'chib ketdi. Shunda payg'ambar sollallohu alayhi vasallam oldida turgan Umar, "Ya Rasululloh, nimani yashiruvdingiz? Nimaga bunaqa bir qattiq keskin javob berdingiz?" deganida, "Men unga" deydi, "duxon, tutun degan so'zni yashiruvdim" deydi. U mana shu duxon degan so'zni yarmini tushungan edi. Payg'ambarimizning dilida turgan so'zni yarmini shunday topgan edi. Shunda payg'ambarimiz hali duxon deb aytmasdan turib, "ad-duh" deyishligiga shart to'xtatib turib, "Uningni o'chir, haddingni oshma" dedi. Shunda Umar, "Ya Rasululloh, ruxsat bering, choftashay kallasini buni" dedi. Rasululloh Umarga qarab, "Ey Umar" dedi, "uni tinch qo'y" dedi. "Agar u haqiqatan dajjol bo'lsa, sen hech narsa qila olmaysan uni. Agar dajjol bo'lmasa, uni o'ldirganlikdan senga hech qanday manfaat yo'q" dedi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam bilan Sofi ibn Sayyod o'rtasida bo'lgan mana shu voqea butun musulmon o'rtasida tarqab ketdi. Hamma Sofi ibn Sayyoddan ehtiyot bo'ladigan bo'ldi. Nabiy sollallohu alayhi vasallam oldida Umar ibn Hattob, "Allohga qasam, Sofi ibn Sayyod dajjol" deb desa, Rasululloh eshitardilar-da, indamasdilar. Ya'ni bir ajib qissaki, Rasululloh davrida bor deyilyapti bu kishi. Sofi ibn Sayyod mana shunday bir payg'ambarimiz bilan bo'lgan shu ishidan keyin mana aytdik, odamlar undan ehtiyot bo'ladigan bo'lishdi. Sofi keyinchalik Rasululloh sollallohu alayhi vasallam vafot etganlardan keyin yoshi katta edi, boy bo'ldi, ser farzand bo'ldi. Nabiy sollallohu alayhi vasallam dajjolni sifatlaganida aytardilar, uni zurriyoti bo'lmaydi. Ya'ni orqasidan qoladigan farzandi bo'lmaydi degan edi. Tug'mas bo'ladi deilgan edi. Ibn Sayyod katta bo'ldi, boy bo'ldi, payg'ambarimiz uning ko'zini g'ilay bo'ladi degan edi. Ko'zi soppa-sog' edi. Farzandlari ko'paydi. Rasululloh vafotidan keyin Ibn Umar, Abdulloh ibn Umar bilan Abdulloh ibn Umar roziyallohu anhu bilan Sofi ibn Sayyod Madinaning tor ko'chalarida shuni to'qnash kelib qolishdi. Ibn Umar shunday qarasa, o'ng ko'zi xuddi siqilgan uzumni donasidek qurib qiyshayib qolgan edi. Xuddi payg'ambarimiz dajjolni sifatlab, uni o'ng ko'zi g'ilay bo'ladi, qurigan uzum donasidek qurigan qiyshaygan holda bo'ladi degandek, ko'zi mana shunday holatga kelib qolgan edi. Shunda Ibn Umar ko'rib qo'rqib ketdi-da, "Ibn Sayyod" dedi. "Qachon ko'zing bunaqa bo'lib qoldi seni?" U aytdi, "Bilmayman" dedi. Ibn Umarning oldida bir qancha bir ashablari bor edi. "Ko'zing o'zingni boshingda turib, qachon shunday bo'lib qolganligini bilmaysanmi?" deb achchiq qilgan paytda bu Ibn Sayyod aytdiki, "Agar dedi, Alloh xolasa meni bu ko'zimni seni qo'lingdagi tayog'ingga o'xshatib, tayog'ingni uchiga ham tushirib qo'yishi mumkin" dedi. "Qo'lingdagi hassangning uchiga meni ko'zimni tushirishi mumkin" deganida Ibn Umar shunday g'azabi chiqdi-da, g'azablangan holda tayoq bilan o'z opasi Hafsa binti Umarga kelib aytadi. Ya'ni Hafsa onamiz payg'ambarimiz ayoli, Abdulloh ibn Umarning opasi. Shunda Hafsa onamiz aytadiki, "Sofi bilan nima ishing bor?" deydi. "Uni tinch qo'y. Axir dajjol odamlar orasida oddiy yashab yurib, bir qattiq g'azablangandan keyin dajjol bo'lib ketishligi haqida payg'ambarimiz aytgan so'zlarni eshitmaganmisan? G'azablantirma uni" dedi. Ya'ni unga bo'lgan odamlarning shubhasi, unga bo'lgan bir ehtiyotkorlik yana ham ziyoda bo'ldi. Payg'ambarimiz aytgandaqa ko'zi dajjolning g'ilay ko'ziga o'xshab qolgan edi. 12 yasharida uni dajjolda payg'ambarimiz gumon qilar edi. Umar qasam ichsa payg'ambarimiz indamas edi. Bir qancha vaqt o'tgandan keyin mana Imom Muslimda keltiradi hadis Abu Said al-Khudri roziyallohu anhudan. Qissani davomi bundan ham ajib. Dajjol kofir bo'lardi. Sofi musulmon bo'ladi keyin. Musulmon bo'ladi, boy bo'ladi, serfarzand bo'ladi. Haj qilib, hajdan, ana shu haj karvoni bilan birga qaytib kelar ekan, Abu Said al-Khudri roziyallohu anhu aytadi, karvonda birga kelar ekanmiz, dam olgani to'xtadik. Men o'zim yuklarimni tushirdim, daraxtning salqiniga borib o'tirdim. Sofi ibn Sayyod ham hajdan kelardi biz bilan musulmon holatida. Yuklarini tushirdi, kelib meni oldimga o'tirdi deydi. Lekin yonimga o'tirganda bir sovuq ter chiqib ketdi mendan. Ya'ni u odamlar u haqida gapirayotgan yomon gaplarni bir esladimda, haligindan bir vahshatga tushdim deydi. Kelib oldimga o'tirganda, shu meni yonimdan nandiroqqa bosin degan maqsadda, "Ey Sofi, yuklaringni salqinga olib qo'ysang bo'lmasmidi? Optoda qolsa yaxshi bo'lmaydi" deb o'zidan nari qilmoqchi bo'ldi. U o'rnidan turdi,
yuklarni qo'ydi, tuyasini sog'ib, sutdan olib kelib Abu Said al-Xudriyga tutyapti. O'zi mendan nari bo'lsin deb qilsa, bu endi sutini olib kelyapti. "Ey Abu Said, bundan ichmaysizmi?" dedi. Desa, "Yo'q" dedi, bahona qilib. O'zi kun issiq, yana sut ham issiq, ichkim. O'zi deydi, uni qo'lidan ichkim kelmayapti deydi. Ibn Sayyod yonimga o'tirib tushundi nima uchun ichmayotganligini. Aytdiki, "Ey Abu Said, shunday bir holatlar bo'ladiki, arqonni olib daraxtga ilib o'zim osib qo'ygim keladi. Hayotdan zerikib ketib, o'zimni o'ldirgim kelib ketadi" dedi. Nimaga dedi? Odamlar men haqimda gapirgan gaplarni eshitib turib, yashagim kelmay qoladi hayotda dedi. Agar kimdir g'ofil bo'lsa ham, sizlar ansorlar payg'ambarimizni so'zlarini eshitgansizlar u. Dajjolni zurriyoti bo'lmaydi degan. Zurriyoti Madinada qoldi. Dajjolni kofir bo'ladi degan. Men musulmonman. Dajjol Makka bilan Madinaga kira olmaydi degan. Mana Makkada borib hajni qilib Madinaga qaytib kelyapman. Nimaga endi meni Dajjol deyshadi odamlar dedi. Shunda Abu Said al-Xudri haqiqatdan nimaga unadaqa? Payg'ambarimiz bu aytgan alomatlari bittasi ham to'g'ri kelmayapti-yu, dedimda bir noqulay ahvolga tushdim. U Sofi ibn Sayyod so'zini davom ettirib aytdiki, "Men Dajjol emasman, lekin Dajjolda qaydaligini bilaman. Otasini ham taniyman." Deganida Abu Said qo'rqib ketdi-da, "Nari bo'lmang, nari bo'l" dedi. "Kuning qurisin" dedi. "Nari bo'l mendan" dedi. Abu Said unga qarab turib, "Ey Sofi" dedi, "Agar Dajjol bo'lishlik seni xursand qilarmidi agar Dajjol bo'lsang deganda, agar menga taklif qilinganda Dajjol bo'lishlik, men yo'q demas edim" dedi. Mana shu yerda to'xtatamiz buni. Endi Tamim ibn Aws ad-Dariyni qissasini aytamiz. Keyingi hadisimiz Imom Buxoriy sahihlarida keltirilgan Fatima binti Qaysdan rivoyat qilinadi. Tamim ibn Aws ad-Dariy roziyallohu anhudan. Tamim ad-Dariy Nasroniy dinida bo'ladi. Islomga kiradi. Kunlardan birida Fatima binti Qays aytadi, Madinada as-solatul jamiya, as-solatul jamiya, jamoat namoziga chaqirdi eshitdikda, shoshilganimizcha payg'ambarimiz masjidiga erkak ayol bordik. Odatda bunday chaqiruv yo bir xatarli ish bo'lsa, bir jihodga chiqishlik kerak bo'lsa chaqirilardi, yoki bir jihoddan o'lja kelgan bo'lsa, bo'lib berishlik uchun payg'ambarimiz shunday qilib chaqiradi. Zarur ish bo'lsa chaqiradi. Hamma yig'ilib kelgandan keyin namozni o'qidik deydi. So'ngra payg'ambarimiz turdida, kulib turib, "Men sizlarga bir xatarli ish uchun chaqirganim ham yo'q. Endi sizlarga bo'lib beradigan hech qanaqa o'ljam ham yo'q" dedi. Faqat meni oldimga Tamim ad-Dariy keldi. Islomga kirdi va shunday bir hikoyani aytib berdiki, "Men sizlarga Dajjal haqida aytgan gaplarimga tamomiy to'g'ri keladi" dedi. Tamimning qissasi nima edi? Tamim aytadi. Bu Sahih Muslimda keltirilgan. Tamim ad-Dariy aytadi: "Ashoblarimiz bilan tijorat maqsadida kemaga chiqdik. Kemani minib dengizga chiqqanimizda shamol qattiq bo'ldi. Shamol kemamizni dengiz bo'ylab haydab yurdi. Bir oy yurdik, qayoqqa ketayotganligimizni bilmasdan. Bir oy dengizda chayqaldik. Oxiri shamol tinchib, bizni kemamizni bir orolga olib chiqib qo'ydi. Orolga tushdik, qayerdaligini bilmaydi bular. Orolga tushib, bir qancha vaqt masofa yurganimizdan keyin junlari shunaqa bir qalinligidan orqasi qadayu oldi qada bilmaydigan bir hayvon ro'baramizga keldi. Haligi hayvonni ko'rgan emasmiz. "Kimsan, nimasan?" deb so'raganimizda odam tili bilan javob berdi. "Men jassosaman" dedi. Ya'ni bu haqida Qur'onda oyat kelgan. Ana shu oxir zamon bo'lganda yerdan bir hayvonni chiqarib qo'yamiz. Odam tili bilan gapiradi. Allohning oyatlariga iymon keltirmay qo'ydinglar dedi. "Men jassosaman" dedi. Bu qanaqa javob? Boshqa savol bermoqchi bo'lganda aytdiki, "Ey qavm" dedi, "Ali jassosa. Ana bu dirda" dedi. Dirda mana shu ibodat qilinadigan joy aytiladi. Ana bu dirda sizlarni xabaringlarga mushtoq bo'lib turgan bittasi bor" dedi. Shoshilganimizcha ana shu dirga qarab yugurdik, bu shayton bo'lib qolmasin yana deb. Bordik, ana shu dirga yoki ibodatxonaga kirganimizda umrimizda ko'rmagan nohotda bir gavdali odamni tizzalari, oyoqlari zanjir bilan baylangan, butun jasadiga zanjir aylangan, o'ratilgan, mana shunday yig'ishtirib qo'yilgan holda bir kishi o'tirardi. Biz unga "Sen nimasan? Kimsan?" deb so'raganimizda u aytdiki, "Meni holimdan xabardor bo'ldinglar. Endi sizlar holinglardan xabar beringlar. Chunki men sizlarga o'zimni kimligimni aytsam, sizlar kimliginglarni aytmasdan ketib qolsanglar, men jila olmayman. Lekin men chetga keta olmayman. Avval sizlar aytinglar" dedi. Ular
Nimani so'raysan dedi. Ular aytdi, Bisan haqida xabar beringlar dedi. Bisan Falastindagi bir shahar. Bisanda nimasi kerak senga? Bisanda, Bison bog'ida xurmolar bormi dedi. Ha, xurmolari bor. Xurmolari serob, odamlar foydalanyapti. Ha, u xurmolar yo'q bo'lishga yaqin bo'ldi dedi. So'ngra Tabariya suvi haqida gapiringlar dedi. Tabariya Urdundagi bir ko'l. Tabariyada suv bormi dedi. Ular ha bor dedi. Suvi serob, odamlar ichyapti dedi. Suvi yo'q bo'lishiga yaqin qoldi dedi. Menga Zag'ar bulog'i haqida gapiringlar dedi. Zag'ar ham mana Falastindagi bir shahar. Zag'ar bulog'i haqida gapiringlar dedi. Nimasi kerak senga u haqida? Nimasini bilmoqchisan deganda, Zag'arda bulog'idan suv chiqyaptimi? Dehqonlar uni suv bilan dehqonchilik qilyaptimi? Ha, suv serob, dehqonchilik yaxshi bo'lyapti. U buloqning suvi ham qurishlikka yaqin bo'ldi dedi. Endi menga ummiylarning, savodsizlarning nabiysi haqida xabar beringlar. U nima qildi dedi. Tamim aytadi, biz javob berdik unga. Ha, Makkadan chiqdi, Madinaga borib, Yasribga borib joylashdi. Yasribga borib joylashdi. Arablar bilan urushdimi deb so'radi bu baylangan. Ha, urushdi. Ularni yengdi, unga itoat qilishdi. Endi sen kimsan dedi. Ya'ni itoat qilgan bo'lsa, o'zlariga yaxshi dedi. U aytdi, men Masihman dedi. Ya'ni Masih Dajjolman dedi. Sofi ibn Sayyod 12 yoshar bola hali bu paytda. Rasululloh o'tib ketgandan keyin u ko'zi qiyshayib qoldi. Bu payg'ambarimiz tirik davrida Tamimid davri Imom Muslimda keltirilgan bu ma'lumotlar. Men Masihman. Menga chiqishligim uchun izn berishini kutyapman. 40 kun yerda kezaman. Makka va Tibadan boshqa hamma shaharlarni aylanib chiqaman. Bu ikkisiga kirishligimdan qo'lida yalang'ochlangan qilichi bor farishtalar to'sib turadi dedi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam turgan joylarda minbarda titratib turib aytdilarki, aytmaganmidim sizlarga? Aytmaganmidim dedi. Hammasi tasdiqlashdi. At-Tiba deb payg'ambarimiz Tiba mana shu Madinada minbariga 3-4 marta urdi. Ya'ni Tamim ibn Avs Darida aytgan qissasi, Rasulullohda burun u haqida aytgan qissalari shunday bir-biriga ma'no jihatdan to'g'ri keladi. Lekin tabiiy savol tug'iladi. Qanday qilib bir vaqtda o'zida u payg'ambarimiz oldida yashayotgan bo'lishi mumkin? 12 yoshar yosh bolani singari. Ya'ni shu vaqtda o'zida qaysidir bir orolda zanjirband holatda turishi mumkin. Bu siz bilan biz aqlimiz olmaydigan g'ayb ishlari. Bu ajoyib qudratlar haqida gap ketyapti. Bu Alloh taolo har narsaga qodir zot. Endi Ibn Soyatni oxirini gapirib qo'yaylik. Sofi ibn Sayyod umrining oxirgi vaqti bo'lganda birorta bolasi qolmasdan o'lib ketdi. Payg'ambarimiz nima deganlar? Birorta uning orqasida zurriyat qolmaydi degandi. To'g'ri keldi. Ko'zi qiyshagani to'g'ri keldi. Ummaviylar xalifalik davrida Madina ahli bilan Hajjoj ibn Yusuf as-Saqafi o'rtasida Harro urushi bo'ldi. Madina ahli bilan birga Sofi ibn Sayyod Hajjojga qarshi urushgani chiqdi va mana shu urushda uni yo'qotib qo'yishdi. Tirigi ham, o'ligi ham yo'q bo'ldi. Demak, bu qanday qilib u yoqda ham bu yoqda ham bo'lishi mumkin degan savolga javobimiz shuki, bu Alloh taoloning ilmi degan narsa. Bu narsani biz surishtirib o'tirmaymiz. Inshaalloh Dajjolni qiladigan ishlaridan yana bittasi u Madinaga kirmoqchi bo'ladi. Madina ahli Dajjolni Madinaning oldiga kelib turganligini ko'rib turadilar. Dajjol va u bilan birga bo'lganlar ham kuzatib turadilar. Mana aytdik, Dajjol keladida bitta oyog'ini ana shu Sabaha degan joyga qo'ygan paytda Madinada yer titraydi. Munofiqlar va fosiqlar, kofirlar Madinani tashlab Dajjol tomonga o'tib ketadilar. Shunda Nabiy sollallohu alayhi vasallamdan sahih hadislarda keladi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytadilar-ki, bir yigit Dajjolni ro'parasiga chiqib boradi. U odamlarning eng yaxshisi yoki yaxshilaridandir dedi Rasululloh sollallohu alayhi vasallam. Dajjolning oldiga kelgan paytda Dajjol unga seni Robbing ekanligimga menga guvohlik ber dedi. Haligi yigit sen Rasululloh sollallohu alayhi vasallam bizlarga xabar bergan Dajjol ekanligingga guvohlik beraman dedi. Shunda mana shu holat ana shu davrgacha insonlarga biz o'qiyotgan mana shu ilmlar meros bo'lib yetib borishligiga bir dalil bo'ladi. Dajjol uni fitnaga solib, yonidagi kishilarga aytadiki, agar men buni hozir o'ldirib,
Qaytadan tiriltirib bersam, meni sizlarning Robbingiz ekanligimga shubha qilasizlarmi dedi. Atrofidagi kofirlar yo'q. Agar sen buni o'ldirib tiltiradigan bo'lsang, seni Robligingga shubha qilmaymiz dedi. Shunda yigitni ushlab turadi, yerga yotkizib urdiradi. Ya'ni kaltaklashadida, meni Robbim deysan deganda yigit rad javobini beradi. Shunda Dajjol buyuradi. Yigitni yerga o'tkazib, boshidan arra solib, ikkiga bo'lib tashashadi. Ikkiga bo'lingan jasadini ikki chekkaga qo'yib, o'rtasidan Dajjol shunda yurib o'tadi. Yurib o'tadida butun musulmonlar ham bu narsani, kofirlar ham kuzatib turadi. Dajjol bu ikki qismning o'rtasidan o'tib bo'lganidan keyin tur o'rningdan deb buyuradi. Shunda bir ajib bir holat yuz beradiki, ana bu ikkiga bo'lingan qismlar harakatlanib, biri ikkinchisiga yopishib, yigit tirik holatda tikka turadi. Shunda yigitga qarab turib, "Meni Robbim" deb ayt dedi. Yigit aytadiki, "Seni Dajjol ekanligingga yanada iymonim ziyoda bo'ldi. Ey insonlar, bu bizlarga Rasululloh sollallohu alayhi vasallam xabar bergan Dajjoldir. Endi u mendan keyin hech kim o'ldirishga va tiriltirishga qodir bo'lmaydi" dedi. Shunda Dajjol uni o'ldirmoqchi bo'lib, qo'lidagi qilich bilan bo'yniga urganida, Nabiy sollallohu alayhi vasallam aytadilar, Alloh uni bo'ynini misdan qilib qo'yadi. Ya'ni qilichni har qancha urmasin, qilich u yigitni bo'yniga o'tmaydi. Dajjol mana shu joyda noumid bo'ladi, Shomga qaytib ketadi. Mana shu vaqtda qiyomatning eng katta alomatlaridan, ajiblaridan Iso Masih alayhissalomning osmondan tushib kelishiga boshlanadi. Alloh taolo Qur'oni Karimda Iso alayhissalom haqida aytadi. Nasroniylar Isoni yahudiylar o'ldirdi deyshadi. Lekin Iso alayhissalom o'lgan emas. Astagfirullah va ma qataluhu va ma salabuhu walakin shubbiha lahum va innal ladina ikhtalafu fihi la fi shakkin minhu ma lahum bihi min ilm illa ittiba'adh dhann va ma qataluhu yaqina. Holbuki ular uni o'ldirganlari ham, osganlari ham yo'q. Faqat ular uchun boshqa birov Isoga o'xshatib qo'yildi xolos. Ya'ni Iso alayhisalomni tutishlik uchun askarlar kelgan paytda Iso alayhisalomni Alloh taolo osmonga ko'targan bo'ladi. Va mana shu 12 ta havoriysining ichidan eng yoshi o'zini ixtiyori bilan 3 marta men deb chiqqan paytda Iso alayhisalomning shakliga o'tib qoladi. Mana Iso alayhisalom qissasida eshitganmiz, Iso alayhisalom osmonga ko'tariladigan kunda o'zini 12 ta havoriysining oldiga g'usl qilgan holatda chiqadi. Ya'ni chiqqan paytda sochlaridan suv tomchilari tomib turadi. Ularga qarab turib, kiminglar xohlaysizlar? Meni shaklimga o'xshab qolishligini va meni o'rnimga olib chiqib o'ldirishliklarini. Ana bitta odam men desa, menga o'xshab qoladi-da, meni o'rnimga olib chiqib o'ldiradi ular deydi. Shunda mana shu 12 ta kishidan eng yoshi chiqib men deydi. Yo'q deb o'tkazadi. Kim deb so'raganda, 3 marta so'raganda ham shu yigit turadi. Shunda ha sen deyishligi bilan Iso alayhisolamning shakli unga o'tadi. Iso alayhisalom sahih hadislarda keladi, osmonga ko'tarilib ketganidan keyin askarlar kiradida Isoga o'xshagan yigitni olib chiqib ketib, osib o'ldirishadi. Va ular biz Isoni o'ldirdik, xochga ildik dedilar. Alloh taolo aytadiki, holbuki ular uni o'ldirganlari ham, osganlari ham yo'q. Faqat ular uchun boshqa birov Isoga o'xshatib qo'yildi xolos. Albatta Iso haqida talashib tortishgan kimsalar, uning o'ldirilgani, o'ldirilmagani haqida shubhada qolganlar. U haqida faqat gumonga boradilar. Xolos, uni o'ldirmaganlari aniqdir. Bal rafa'ahullohu ilayh. Balki Alloh uni o'zining huzuriga ko'targandir. Alloh qudrat va hikmat egasi bo'lgan zot. Hali ham nasroniylarda mana shu gumon bor. Isoni 12 ta havorisi bo'lsa, ular kirgan paytda 12 ta odamning bittasi Isoga aylanib qoldi. Shakl suratiga. Isoning suratiga kirib qoldi. 11 ta qoldi. Agar bu 11 tasi bu haqiqiy Iso bo'lsa, 12-chi havoris qani deyiladi. Ya'ni ular Isoni aniq o'ldirmaganligiga o'zlari ham ishonadi. Shubhada ekanligini o'zlari ham biladi. Alloh taolo quyida oyatda o'ldirgani ham yo'q, xochga ham ilgani yo'q deydi. Iso alayhisalom tirik. Alloh taoloning huzurida. Mana shu alomatlar zohir bo'lgan paytda albatta bu tushadi. Siz bilan bizni e'tiqodimizning bir qismi bu. Bunda shubha bo'lmaydi. Alloh taolo Iso haqida aytadi: "Va innahu la'ilmun lis-sa'a." Albatta Iso qiyomat soat haqidagi bilim alomatdir. Bas sizlar u soat haqida hargiz shubha shak qilmangiz. Zuhruf surasi 61-oyat. Boshqa oyatda Alloh taolo aytadi: "Va in min ahlil kitabi illa la yu'minanna bihi qabla mawtihi va yawmal qiyamati yakunu alayhim shahida."
har bir ahli kitob o'limi oldidan unga, ya'ni Isoga albatta iymon keltirur. Qiyomat kunida esa u bularning zarariga guvoh bo'lar. Demak, Iso alayhisolamning tushishligi haqida shubha qilib bo'lmaydi. Shubha qilgan odam mana shu oyatlar haqida shubha qilayotgan bo'ladi. Iymondan ajrab qoladi. Iso alayhisolam tushishligi haq. Alloh taoloning sarih oyatlari bilan sobit bo'lgan. Dajjal Shomga qarab ketdi. Sahih hadislarda keltiriladi, fitna avj olib turgan paytida, Dajjalning fitnasi avj olib turgan paytda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytadilar, Damashqdagi masjidning sharqiy tomonidagi oq minora oldiga Iso ibn Maryam tushadi. Dajjal yer yuzi bo'ylab aylanib yurar ekan, so'ngra musulmonlar, Damashqda qolgan musulmonlar va ba'zi rivoyatlarda mana Imomi Mahdiy boshchiligidagi musulmonlar Damashqqa to'planib, qo'rg'onlarga berkinib, Dajjalga qarshi urushlikka tayyorgarlik ko'rib turishadi. Dajjal Madinadan qaytib Damashqqa boradi. Ana shu Imom Mahdiy boshchiligidagi rivoyatlarga ko'ra, musulmonlar yashinib turgan qo'rg'onga o'zini askari bilan kelib urushlikka turadi. Musulmonlar tong otganda Dajjal va uni yordamchi bo'lgan yahudiylar bilan jang qilamiz deb tayyorlanib turar ekanlar, kechasi takbir aytib qolmadi. Shunda ular shunday qaraganlarida osmondan Iso alayhisalom tushib kelayotganligini ko'rishadi. Nabiy sollallohu alayhi vasallam Iso alayhisalom tushligini tasvirlab shunday aytadilar: "Men va Iso oramizda nabiy bo'lmaydi. U albatta tushguvchidir. Uni ko'rsangiz taniysiz. O'rta bo'ylik, oq qizil yuzlik, ikki ko'ylak kiygan holda, boshi ho'l bo'lmasa ham sochlaridan suv tomgandek tushib keladi." Ya'ni daqiq vasf, nozik joylargacha tushuntirib beryapti. Qachon tushadi? Musulmonlar Damashqdagi hollarida. Mana aytdik, hadisda Dajjal bilan birga yahudiylardan 70 mingtasi ergashadi deb aytdik. Bular mana shunday jangga tayyorgarlik ko'rib turgan paytda osmondan tushib keladi. Sahih hadislarda keladi, ular saf tortib tayyorgarlik ko'rib turgan paytda bomdod namozi vaqtida takbir aytilinadi. Ularning imomi eng yaxshisi bo'ladi, mana Mahdiy deb aytgan bo'ldik. Qiyomat qoyim bo'lgunicha ummatimdan bir toifasi haqda turib, Iso ibn Maryam tushgunicha jang qiladilar. Ularning imomi tushganidan keyin Isoga keling bizga namozga o'ting deydi. Ya'ni Iso alayhisalom Damashqdagi katta masjidni sharqiy minorasini oldiga ikkita farishtaning qanotiga qo'lini qo'ygan holatda tushib keladi. Iso alayhisalomga imomga o'ting deganlarida Iso yo'q. Siz bir-birlaringizga amirsizlar. Allohning bu ummatga bergan ikromi deydi. Ya'ni Iso alayhisalom payg'ambar bo'lgan, ruhulloh bo'lgan Iso alayhisalom musulmonlarni imomini orqasidan ma'mun bo'lib namoz o'qiydi. Bu Alloh taolo ummati Muhammadiga bergan fazildir. Nabiy sollallohu alayhi vasallam Iso haqida aytadilar: "Uning hidi xushbo'y bo'ladi. Uning hidini hidlagan har bir kofir o'ladi. Uning hidi ko'zi yetganchalik masofaga yetib boradi." Dajjal va kofirlar Iso alayhisalomning osmondan tushib kelayotganini ko'rganlarida orqalariga qarab qochib qoladilar. Iso ibn Maryam Dajjalni quvib Lut shahri oldiga borganda yetib boradi. Ba'zi rivoyatlarda Baytul Maqdisdagi Lut degan eshigini oldida deb aytilgan. Allohning dushmani Isoni ko'rishligi bilan xuddi tuz erigandek erishni boshlaydi. Rasululloh aytadilar, agar Iso uni o'ldirmasdan tek qo'yganida erib o'lib ketardi. Lekin Iso nayzani oladida erib bo'lguncha uni tanasiga urib qonlar chiqaradi. Mana shu bilan u o'ladi. Nabiy sollallohu alayhi vasallam aytadilar. So'ngra Iso aytadi: "Alloh o'lmaydi, lekin bu o'ldi." Nima deganida? Men Allohman deb da'vo qilar edi bu. So'ngra bu fitna tugagandan keyin, Dajjal fitnasini Iso alayhisalom nihoyasiga yetkazganidan keyin mana shu fitnaga uchrab, sobit turgan mu'minlarga ro'baro bo'lib, bu fitnaga uchragan kishilarning yuzlarini silaydi, ularga taskin beradi va ularning jannati ekanligini, jannatdagi darajalar haqida gapirib beradi. Dajjal fitnasi sobit turganlarga jannat bor. Iso alayhisalom yer yuzini hukm qilishlikni o'zini qo'liga oladi. Imomi Buxoriy va Muslim sahihlarida keltirgan hadisda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytadilar: "Jonim qo'lida bo'lgan zotga qasamki, Iso ibn Maryam sizning huzuringizga odil hakam bo'lib tushadi. Endi qiladigan ishlari xochni sindiradi. Ya'ni nasroniylik belgisi tugaydi. Ya'ni krestni yo'q qiladi.
to'ng'izni o'ldiradi, Dajjolni o'ldiradi hamda jizyani bekor qiladi. Mana shu 4 ta ish Iso alayhisalom qiladigan ishlar. Ya'ni jizya berib islom yurtida boshqa dinda yashagan kishilar jizya berib zimmiylar deyiladi, yashagan. Lekin Iso alayhisalom tushgandan keyin islomdan boshqa dinni yer yuzida qo'ymaydi deb aytadi. Nabiy sollallohu alayhi vasallam aytadilar: "Isobatani min ummati ahrazahumullohu minan nar." Meni ummatimdan 2 toifa bandani, 2 toifa kishini Alloh taolo do'zaxdan saqladi. Ularning birinchisi Hindga g'azot qilgan jamoani, ya'ni Muhammad ibn al-Qosim ismli kishi 18 yoshli yigit Hindni birinchi marta fath qilgan amir bo'ladi. Mana shu kishilarni, mana shu Hindga g'azot qilgan kishilarni Alloh taolo jahannamga yuzlarini harom qiladi hamda Iso ibn Maryam bilan Yajuj Majuj qissasida sobit turgan kishilarni Nabiy sollallohu alayhi vasallam. Iso alayhisalom mana shunday bir ishlarni qilib turgan paytda ana shu qiyomatning yana bir dahshatli alomatlaridan keyingisi zohir bo'ladi. Mana aytganmiz, qiyomatning mayda-kichik alomatlarini birini ikkinchisiga bog'liq joyi yo'q. Orada yillar o'tadi, bir ikkinchisi hargiz bog'liq bo'lmaydi. Lekin oxir zamonning katta alomatlari birinchisi zohir bo'lishligi bilan undan keyin payda-pay keyingilari bostirib keladi. Va keyingi kelayotgan fitna birinchisidan ko'ra kattaroq bo'ladi. Iso alayhisalom mana shu ishlarni qiladi. Xochni sindiradi, Dajjolni o'ldiradi, to'ng'izni o'ldiradi hamda jizyani bekor qiladi. Odamlarning orasida yaxshilik ziyoda bo'ladi. Mana shunday bir chiroyli holatda hayot davom etib ketayotgan paytda juda bir xatarli ishlarning biri boshlanadi. Iso alayhisalomga shunday vahiy keladi. Ularni yengishga hech kimning quvvati yetmaydigan bir qavmni Alloh yuborganligi haqida Iso ibn Mana hamma shu yerda o'tiribdi. Nima deb o'tiribdi bu yerda o'tirganlar? Pul deb keldim biroq. Yo'q. Ovqat deb keldimi biroq? Yo'q. Biror bir dunyoviy bir g'araz, dunyoviy maqsad deb keldimi biroq? Yo'q. Allohning roziligi deb kelindi. Mana shu qorong'i kechalarda qadam bosib kelgan kishilarga, Allohning masjidiga qadam bosib kelgan kishilarga Nabiy sollallohu alayhi vasallamning shunday bir bashoratlari bor. Qol alayhi vasallam: "Bashiril mashayina fi zulamil layli ila masajidillahi bi nurit tawammati yawmal qiyamah." Qorong'i kechalarda Allohning masjidiga qadam bosib kelgan kishilar uchun qiyomat kunida mukammal nur berishlik bashoratini bering deydi. Modomiki mana shu qorong'i kechalarda masjidga qadam bosib kelishligidan maqsadimiz Allohning roziligi bo'lar ekan, mana shu bashoratni ostiga kiradigan bandalardan qilishni Allohdan so'rab qolamiz. Imom Buxoriy va Muslim sahihlarda keltirgan hadisda Nabiy sallallohu alayhi vasallam Yajuj va Majujlarning qanchalik sanoqi ko'p ekanligini bayon qilib aytadi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytadilar: qiyomat kunida Alloh subhanahu va taolo Odam alayhisalomni turgizib, "Ey Odam, o'zingni zurriyotlaringning orasidan jahannam haqqini ajratib qo'y" deydi. Ya'ni farzandlaringning orasidan do'zax haqqini ajratib qo'y deydi. Sahih hadis. Odam alayhisalom aytadi: "Parvardigori, do'zax haqqi nima?" Alloh taolo javob berdi: "Har 1000 tadan 999 tasi do'zaxda, bittasi jannatda bo'ladi" dedi. Shu hadis haqida ozgina mulohaza qilib ko'raylik. 999 ta odam do'zaxda bo'ladi, bittasi jannatda bo'ladi degani. Bu hadis sahobalarga og'ir keldi. Ular aytishdi: "Ya Rasululloh, unda umid qayerda qoladi? Allohning rahmatidan umid qayerda qoladi? Bu omonlikda kim bo'ladi?" Shunda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytdilarki, shu vaqtda go'dak qariydi. U kunda emizayotgan onalar emizib turgan bolasini unutar va barcha homilador ayollar o'z homilasini tashlab yuborar. Odamlarni mast, alas holatda ko'rursiz. Holbuki ular o'zlari mast emaslar, lekin Allohning azobi qattiqdir. Va kayfa tattaquna in kafartum yawman yaj'alul wildana shiba. Ana shu chaqaloq bolani, yo'rgaydagi bolani qaritib, chol qilib tashlaydigan qiyomat kuniga iymon keltirmasdan turib, qanday Allohdan qo'rqamiz deysizlar deydi. Bu mana shunday dahshatli kun bo'ladi. Sahobalarga bu so'z og'ir botganda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam ularning qalblariga taskin berib aytdilarki, albatta sizlardan bo'lgan yana 2 toifa ummatlar bor. Ular sizlardan ko'p. Yajuj va Majuj. Ya'ni mana shu 1000 tani ko'proq qismi Yajuj Majujdan bo'ladi. Inshaalloh ana shular bo'ladi, 999 tasi.
Nabiy sollallohu alayhi vasallam aytadilar, ular kim bilan birga tursalar, ya'ni qiyomat maydonida kim bilan yonma-yon turadigan bo'lsa, kim bo'lishidan qat'iy nazar, albatta Yajuj Majuj ulardan soni bir necha barobar ko'p bo'ladi. Ya'ni ular ham Odam alayhisalom zurriyotidan birodarlar. Ular ham odam. Faqat qayerda ular? Alloh taolo o'zi biladigan ilmi g'aybida. Hatta idza futihat Yajuj va Majuj va hum min kulli hadabin yansilun. Yajuj va Majuj to'g'oni ochilib, ular har bir tepalikdan oqib keladilar. Ana shu Zulqarnayn to'sgan to'g'on yorilgan kunda har qanday devalikdan xuddi dengizni to'lqinlari birini ustidan ikkinchisi oqlab kelgandek, shunday ko'p bo'lib keladi ular. Vaqtarabal va'dul haqq. Haq va'da qiyomat yaqin bo'ldi. Yajuj va Majujning chiqishligi qiyomatning yaqin bo'lganligining eng katta, eng asosiy alomati. Yajuj va Majuj to'sig'i Nabiy sollallohu alayhi vasallam bosh davridan boshlab teshildi va ana shu kundan boshlab kattayyapti, birodarlar. Buxoriy keltirgan hadisda Zaynab binti Jahsh, bu ayol Nabiy sollallohu alayhi vasallam ayollaridan ummahatul mu'minin. Zaynab onamiz aytadi: kunlarning birida Nabiy sollallohu alayhi vasallam mening oldimga bir qo'rqqan, bir narsadan cho'chigan holatda kirib keldilar. Ya'ni boshqa rivoyatda cho'chib uyg'onib ketdi uyqusidan deydi. Uyg'onib aytdilarki, yaqinlashib qolgan yomonlikdan arablarning holiga voy bo'lsin. Yajuj va Majuj to'sig'idan mana bunchalik teshildi deb Ibhom va Sabboba barmoqlarini birlashtirib shunday halqani tuzdi. Ya'ni Nabiy sollallohu alayhi vasallam zamonida teshilgan mana shu teshik shu kungacha kattayib kelyapti. Zaynab onamiz, "Ya Rasululloh, oramizda solih kishilar bo'lsa ham halok bo'laveramizmi?" deb so'radi. Shunda Rasululloh ha deb javob berdi. Agar habas ko'payib ketsa, ya'ni habis gunoh ma'siyat ko'payib ketadigan bo'lsa, yaxshilar ham ketaveradi. Faqat qiyomat kunida har bittasi nima niyatda yashagan bo'lsa, shu niyatini ustida tiriladi. Yajuj Majuj kim o'zi? Ular ham bizga o'xshagan odammi? Yer ustida yashaydimi? Yo yer ostida yashaydimi? Yo bizga noma'lum bo'lgan bir joyda yashaydimi? Bu haqida ulamolarning fikrlari har xil bo'lgan, lekin hech qaysisi ular falon odamlar deb aniq aytib beradigan dalili yo'q. Faqat payg'ambar sollallohu alayhi vasallam aytgan Yajuj Majuj haqidagi ma'lumotlar bor xolos. Ularni payg'ambarimiz ranglari sariq, yuzlari yalpoq, bo'ylari pakana, adadlari ko'p deydi. Hech qaysi olim falon joyda ular falon millatdagi odamlar aniq ayta olmaydi. G'ayb ilmi bor ekan, nimaga chiqmadi? Bor ular. Lekin qachon chiqishligi Alloh taolo biladi. Alloh taolo taqdir qilgan kunda chiqadi, xuddi Dajjolga o'xshaydi. Dajjol ham odamlar ichida odamdaqa yashaydi, jim yuradi, lekin yuboriladigan soat kelgan paytda shunday chiqib keladi Dajjol bo'lib. Mana payg'ambarlarning shajarasi nimada? Suratni qarasanglar, Nuh alayhisolamning 3 ta o'g'li. Som, Xom, Yofiz. Shularning ichida ana shu Yofizdan ketgan zurriyotiga turklar, Xitoylar va Yajuj Majujlar deb belgilab qo'yilgan. Ya'ni Yajuj Majuj ham siz bilan bizga o'xshagan Odam alayhisolamning farzandlari. Qayerda ular? Vallohu a'lam. Imom Muslim keltirgan hadislarda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytadilar, Dajjoldan Alloh taolo saqlagan bandalarni Iso alayhisalom yuzlarini silab, ularning jannatdagi darajalari haqida gapirib beradi. Shunda Alloh taolo Isoga vahiy qilib, men ular bilan urushishga hech kimning toqati yetmaydigan bandalarni chiqardim. Meni bandalarimni tog'ga olib chiqib ketdi deydi. Yajuj va Majuj har bir tepalikdan suv singari oqib keladi. Yer yuzini egallashadi, tamomiy bo'ysundiradi yerni o'ziga. Hamda Shom tomonga qarab keladi. Mana shu paytda Iso alayhisalom Shomda bo'ladi. Payg'ambar Iso alayhisalomga tog' olib chiqib ket deyilgan tog' bu ana shu Quddus yaqinidagi tog'larning biri deb aytadi ulamolar. Yajuj va Majujning soni shu darajada ko'p bo'ladiki, quyidagi hadisga quloq solamiz. Rasululloh aytadilar: Yajuj va Majujlar ularning avvalgilari Tabariya ko'lini oldiga keladi, suvni ichib tugatishadi. Oxirgilari o'tib ketayotib, qurib qolgan ko'lni ostini ko'rib, ba'zi namlikni ko'rib, ha, ma'da ko'l bo'lgan ekan deb qo'yadi deydi. Ya'ni tasavvur qilingki, ularning adadi qanchalik katta, bitta ko'lni ichib o'tib ketganda hali oxiri tugamagan bo'ladi. Bu ularning sonini katta ekanligiga, adadining katta ekanligiga dalil bo'ladi. Shuning uchun 1000 tadan 999 tasi ana shular deb aytilyapti, vallohu alam. Yajuj va Majuj kelib Iso va u bilan birga bo'lgan mo'min kishilarni ana shu tog'da turganlarda qamal qiladi. Qamal shunday bir qattiq bo'ladiki, bu kishilarning oldida yeyishlikka taom qolmaydi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytadilar:
ular uchun, ya'ni Iso bilan birga turgan mu'minlar uchun bitta ho'kizning kallasi 100 dinor sof oltindan ko'ra afzal bo'lib qoladi. Ya'ni yegan hech narsa qolmaydi degani. Yegilik hech narsa qolmaydi. Bu balodan nima qutqaradi? Bu balodan kim qutqaradi? Albatta Alloh taologa bo'lgan duo, Alloh taoloning marhamati qutqaradi. Iso va mu'minlar Alloh taologa iltijo qilib duo qiladilar. Bular bu vaqtda mana Yajuj va Majuj yer yuzini tamomiy o'zlariga bo'yinsundirgan bo'ladi. Odamlar yo ularga bo'yinsunganlari qoladi, yoki iymonda turib olgan bo'lsa, kofirlikda bo'yniga olmasa, Yajuj va Majuj ularni qatl qilgan bo'ladi. Ana shu paytda yer yuzida faqat Iso alayhisalom bilan birga bo'lganlar iymonlilar qolgan, hamda Yajuj Majujlarning oldida qolib iymonini yashirgan kishilardan boshqa hech qanday yer yuzida iymon yo'q. Yer yuzini kufrga to'g'izadi bular. O'zlari kofir bo'lgan haqida deb aytganmiz. Ular yer yuzida ularni ro'parasida turadigan hech bir inson bolasi qolmagandan keyin tug'yonga ketishadi. Ya'ni urushadigan hech kim qolmadi ularga qarshi. Shunda aytishadiki, yerdagilarni o'ldirdik. Endi osmondagilarni o'ldiramiz. Shunda ulardan bittasi qo'liga nayzani oladi-da, osmonga uloqtiradi. Sahih hadislarda keladi. Nayza uchi qon bo'lgan holda tushadi. Alloh taoloning bir irodasi. Shunda aytishadi, biz Allohni o'ldirdik dedi. Nauzubillah. Shunda ularning qo'lida turib iymonini yashirgan ba'zi bir zaif kishilar kofir bo'lib iymondan qaytib ketishadi. Yajuj va Majuj balosida mana shunday ishlar sodir bo'ladi. Iso va mu'minlar Alloh taologa iltijo qilib duo qiladilar. Mana shu balodan qutqarishligini so'raydi. Alloh taolo ularning duolarini ijobat qiladi. Mana ko'ringlar. Tabiiy savol tug'iladi. Yajuj Majuj ham siz bilan bizga o'xshagan go'shtdan, suvdan iborat maxluq ekan. Avtomat bor, tanka bor, kalla keladi, raketa bor, ana ximik bir qandaydir qurollar bor. Shu bilan yo'q qilsa bo'lmaydimi degan savol o'tadi kallalardan. Birodarlar, Alloh alam, o'sha davrga borib payg'ambarimiz aytayapti, insonlar qo'rg'onlaridan chiqa olmay qoladi deydi. Alloh alam u davrga borib bu qurollar bo'ladimi? Yoki bir qandaydir bir boshqacha bir zamonlar bo'ladimi? İnsanlar hech narsa qila olmay qoladi deyaptimi? Demak, biz unga iymon keltiraveramiz. Bu g'ayb ishlari. Alloh taolo mana shunday hech kimni kuchi yetmayotgan Yajuj Majujni nima bilan yo'q qiladi? Alloh taolo, qarang, insonlarda hech qaysi kuchi yetmayotgan mana shunday bir quvvatlik, son sanog'ini bir hisobi yo'q bo'lgan Yajuj Majujni arzimagan bu qurt bilan ularni halok qiladi. Nabiy sollallohu alayhi vasallam aytadilar, Iso va mu'minlar duo qilar ekan, Alloh taolo ularning duosini ijobat qilib, Yajuj Majujning ustiga, bo'yinlariga nag'afni yuboradi. Nag'af ulamolar aytishiga qaraganda molni yoki otni burnida bo'ladigan mayda qurt bo'lar ekan. Ya'ni har bitta jonivorning ichida qurt bo'ladi. Mana shu burnida yashaydigan qurt Alloh tomonidan ularni bo'yniga yuboriladi. Mana shu zaif maxluq shunday bir kuch qudratli bo'lgan Yajuj Majujni qirib tashlaydi hammasini. Alloh taolo o'zini qudratini ko'rsatib qo'yaptiki, innahu ala kulli shay'in qodir. Alloh har narsaga qodir zot. Hech qachon inson o'zining quvvatiga, qurol aslahasiga, aqliga, kuch-quvvatiga boylik ishonib bo'lmaydi. Alloh taologa tavakkul bo'lishligi kerak. Arzimagan, ko'zga ko'rinmaydigan qurt ularni bo'ynidan chiqadi, shu bilan ularni halok qiladi. Ularning bo'yinlariga nag'afni yuboradi. Yajuj va Majujning hammasi bir kishi o'lganida bir kunda o'ladi. Iso va mu'minlar tog'ning ustida turib, Yajuj va Majuj ustiga nima kelganligini bilmaydi, lekin nimadir o'zgardi, nimadir tinchlanib qolganini sezib turib, kim bora xabar olib keladi ulardan deydi. Shunda bir fidoi kishilardan bittasi tushadi-da, tushib yer yuzida minglagan, balki millionlagan Yajuj va Majujning jussalari yotganligini ko'radi. Chiqib Iso va musulmonlarga bu xursandchilik xabarini yetkazadi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytadilar, Alloh taolo ularning bo'yinlariga nag'afni yuboradi. Ular go'yo bir kishi o'lgandek o'ladilar. So'ngra Nabiyulloh Iso va mu'minlar tog'dan yerga tushadilar. Yajuj va Majujni sassiq badbo'y hidlaridan holi bir qaricham yer bo'lmaydi. Endi qarang, yer yuzini egallab to'ldirib tashaganda bir balo edi. Endi o'lganda ham bitta balo. Chunki jussalari yotibdi, ulardan sassiq hid chiqib turibdi. Duo bilan hal bo'lgandi bu mushkula. Iso alayhisalom yana duo qiladi. Parvardigoro, mana shu badbo'y hiddan bizni saqlagin. Alloh taolo yana duosini ijobat qilib, bu Yajuj Majujning jussalarining ustiga bo'yinlari uzun, ulkan qushlarni yuboradi. Hadislarda bu qushlarning bo'yni tuyani bo'ynidan uzun bo'ladi deyiladi. Bu qushlar Yajuj va Majujlarning jussalarini ko'tarib, Alloh xohlagan joyga borib tashlab yo'q qiladi. Okeanmi, dengizmi, Alloh alam. Chunki hali yer yuzini ham
siz bilan biz bilmagan, o'rganmagan joylari ko'p. Xullas Alloh taolo xohlagan joyga olib borib tashlaydi, shu bilan Yajuj Majuj tugaydi. Lekin hidi qoldi. Yana Iso alayhisalom va mu'minlar duo qiladi. Birodarlar, duo bilan hal bo'lyapti ham yo'q. Insonning qo'lidan hech narsa kelmaydi. Alloh taologa iltijo qilib, mana shu hiddan qutulishligini so'raganlarida Alloh taolo ularning ustiga dedi Nabiy sollallohu alayhi vasallam yomg'irni yuboradi. Bu shunday bir yomg'ir, barakatli yomg'ir bo'ladiki, yer yuzidagi hamma katta kichik uylarga kiradi va yerni yuvib, xuddi ko'zgudek toza qilib qo'yadi. Yuvilib top-toza bo'lib qoladi. Go'yo Yajuj va Majuj kelmagandek. Alloh taolo yerni bu balodan qutqaradi. Yajuj va Majujning qissasining nihoyasi shu. Keyin yana sinovlar keladi. Keyin yana balolar keladi. Lekin mana shu balolar kelguncha bir qancha vaqt xotirjamlik, barakot, tinchlik, omonlik zamoni bo'ladi. Diqqat qilamiz, eshitasiz, ichingiz erib ketadi bu narsalarni eshitib turib. Bu yomg'ir yoqqandan keyin Nabiy sollallohu alayhi vasallam aytadilar, so'ngra Alloh taolo yerga o'stirgin deydi. Ya'ni ichingdagi yaxshiliklarni tashqariga chiqargin deydi. Rasululloh aytadilar, Iso mening ummatimda oldida odil hokim, rostgo'y imom bo'ladi. To'ng'izni so'yadi. Jizyani bekor qiladi. Ya'ni islomdan boshqa dinni qabul qilmaydi. Iso alayhisalom yagona podshoh, yagona hukmron bo'ladi. Islomdan boshqa dinni qoldirmaydi. Yo islomni qabul qiladi yoki qatl qilinadi. Sadaqani tashlab qo'yadi. Ya'ni barakat shunaqa yoyilib ketadiki, sadaqa beradigan odam ko'p, lekin sadaqa oladigan odam umuman qolmaydi. Sadaqa oladigan odam qolmaydi, sadaqani tashlab qo'yadi. Qo'y yoki tuyani haydashga hojat qolmaydi. Birodarlar, ishlashga hojat qolmaydi. Alloh taolo baraka berib qo'yganligidan ozgina yegan cho'piga hayvonlar semirib ko'payaveradi. Haydab alohida boqishlikka hojat qolmaydi. Odamlar orasida gina kuduratlar ko'tariladi. Xuddi suv yuvib tashagan kir ketgandek. Odamlar bir-birlariga xuddi aka-uka bir-birini yaxshi ko'rganda yaxshi ko'radigan munosabat bilan muomala qiladi. Bu qanday zamon ekan? Bu qanday zamon ekan? Ko'chaga chiqib turib g'ashiz keladigan biror odamni ko'rmaysiz. Kimni ko'rsangiz qalbingizda bir iliqlik bor. Sizni kim ko'rsa tabassum bilan kelib ko'rishadi. Payg'ambarimiz aytgandaqa xos salom emas, taniganiga ko'rish bor, assalomu alaykum. Tanimagan odamga salom berish yo'q. Gina kudurat qolmaydi. Hatto har bir zahar egasi bo'lgan jonivorni og'zidan zahar olib qo'yiladi. Zaharli hasharotlar, ilonlar chaqmaydi. Payg'ambarimiz hadisida davom etadilar, yosh bolalar ilonda og'ziga qo'llarini tiqib o'ynashadi deydi. Bo'yinlariga ilib, xuddi bir monchoqni singari o'ynashadi. Zahar olib qo'yiladi. Nima uchun? Odil hokim Iso alayhisalom podshoh bo'lib turibdi. Eslanglar, Umar ibn Abdul Aziz 2 yil 4 oy xalifa bo'lib turdi. Adolat qildi, barakat yer yuziga shunday yog'ilib ketgan edi. Adolat bo'lgan joyda, taqvo bo'lgan joyda Alloh taoloning barakoti yog'iladi. Agar ahli qishloq dedi Alloh taolo, qishloq ahli taqvo qilib Alloh taolodan qo'rqqanida osmondan ham yerdan ham barakani to'kib qo'yardi deydi. Demak, barakani kelishligi taqvoga bog'liq bo'ladi. Allohdan boshqaga ibodat qilinmaydi. Tavhiddan boshqa narsa qolmaydi. Shirk, kufr qolmaydi. Urushlar tugaydi. Chunki bitta podshoh, bitta din. Yer ekinlarini Odam alayhisalom zamonidagidek o'stiradi. Odam alayhisalom bo'yi necha metr edi? Odam alayhisalom zamonidagi bir shingil uzum qanaqa bo'lardi? Xuddi shunday bo'ladi deb Rasululloh. Hatto bir shingil uzumni olishlikka bir necha kishi ovora bo'ladi. Va mana shu bir necha kishi bir shingil uzum bilan qorni to'yadi deydi. Bir qancha kishi dedi Rasululloh, bitta onorning ustida jamlanadi va bitta onor 10 ta odam to'g'izadi qornini. Bu qanday barakot, qanday bir omonlik hayoti. Gina kudurat yo'q, urush janjal yo'q, zaharli hayvon yo'q, ishlash yo'q, barakot qarang. Yajuj Majuj Dajjal fitnasidan keyin odamlarga Alloh taolo tinchlik, osoyishtalik, xotirjamlikni mukofot qilib berdi. Fitnadan sobit chiqqan kishilar uchun. Sigir arzimagan baho bo'ladi. Otning narxi bir qancha dirham bo'ladi. Bir dona qo'y 40 kishiga kifoya qiladigan bo'ladi. Ya'ni bir dona bitta qo'ydan sog'ilgan sut 40 ta odamni qornini to'yg'izadigan bo'ladi. Bu qanday bir xotirjamlik, Alloh taoloning qanday bir bandalarga bergan mehribonchiligi. Fa inna ma'al usri yusra. Inna ba'dal usri yusra. Har bitta mashaqqatdan keyin ham yengillik bor, har bitta mashaqqatning yonida ham yengillik bor. Shu mushkullardan o'tgan kishilarga Alloh taolo shunday bir barakotini yog'diradi. Iso alayhissalom
mana shu xayriyat ichida yerdagi u kishiga belgilangan muddat 40 yil yashaydi, so'ngra vafot etadi. Iso alayhisalom o'lim sharbatini totgan emas. Kullu nafsin za'iqatul maut. Tirik jon borki, o'lim sharbatini totadi degan Alloh taolo. Iso hali o'lmagan. Vassalamu alayya yawma wulidtu va yawma amutu va yawma ub'athu hayya. Iso alayhisalom tili bilan Alloh taolo aytadi. Iso aytadi: "Menga tug'ilgan kunimda ham, vafot bo'ladigan kunimda ham, qayta tiriladigan kunimda ham tinchlik, omonlik bo'lur." Ya'ni o'ladigan kunimda muzore siyg'asida, kelajak siyg'asida gapirilyapti. Iso alayhisalom o'lgani yo'q, tushadi, 40 yil yashaydi, so'ng o'ladi. Uning janozasini musulmonlar o'qiydi. Uni yashagan davrida, Iso alayhisalom yashagan davrida nasroniylik nihoyasiga yetadi. Iso alayhisalom nasroniy ibodatini qilmaydi. Nasroniy urf-odatini qilmaydi. U kishining namozi islom, ibodati islom, hukmi shariatul islomiyya bo'ladi. Islomdan boshqa din qolmaydi. Umar ibn Hattob roziyallohu anhu kunlarda birida Tavrotdan bir sahifani Umar ibn Hattob ushlab o'qib turgan bo'ladi. Shunda payg'ambar sollallohu alayhi vasallam shunday bir ranglari o'zgarib ketib, "Ey Hattobning bolasi, meni risolatimda yana shubhang bormi?" deydi. Allohga qasam, shu sahifani egasi bo'lgan Muso ibn Imron tirik bo'lganida menga ergashishdan boshqa ishi bo'lmasdi deydi. Ya'ni islomdan boshqa agar Iso alayhisalom kelar ekan, Muhammad alayhisalomga ergashgan atbolardan bo'ladi xolos. Imom Muslimda keltiriladi, Iso alayhisalom Baytul Atiqni ziyorat qiladi. Hadislarda keladi, jonim qo'lida bo'lgan zotga qasamki, Iso ibn Maryam haj va umra qilgan holida Allohni ulug'laydi. Bizda hajimizni ado qiladi, biz umramizni ado qiladi. Musulmon bo'lib payg'ambarimizga ummat bo'ladi. Iso alayhisalom vafot etdi. Dajjal, Yajuj Majuj, Iso alayhisalom tushligi, shu fitnalardan keyin bir qancha vaqt xotirjamlik hukm suradi. Ya'ni Alloh taolo aytayapti: "Ey odamlar, nima kerak yana sizlarga? Menga iymon keltirishliklari uchun, oxiratga tayyorgarlik ko'rib, yana nima qilib beray?" degan savolni beryapti. Lekin insonlar keyin yana kufrga qaytadi. Mana shuncha ishni ko'rib turib, hali esdan chiqarmagan avlod yana ayni ishlaydi boshlaydi. Yana odamlar bid'atga qaytadi. Shayton yangitdan ishini boshlaydi. Kufr yana zohir bo'ladi. Fasod avvaldan tarqaydi. Insoniyatni yana hayoti boshidan boshlanadi toza bo'lib, xuddi Odam alayhisalom davrida boshlangandaqa. Odam alayhisalom tushganda yerda shirk bo'lmagan. 1000 yilgacha tavhidda bo'lgan odamlar. Endi bu safarga shirkka qaytish odamlarda avvalgidan ko'ra tezroq bo'ldi. Vaholanki, kecha yaqinda bo'lib o'tgan fitnalardan xabardor xalq hali esdan chiqarmagan edi, lekin kufrga qaytishadi. Bashariyat bo'lib o'tgan alomatlardan keyin yana nimani ko'rishni xohlaydi? Dajjal, Yajuj Majuj, Iso bu alomatlar zohir bo'lganiga hech qancha vaqt o'tmay turib, yana insonlar kufrga qaytadi. Qisqa muddat davom etgan iymonli hayotdan keyin insonlar yana kufrga botadilar. Mu'minlar ozayib, kofirlar ko'payib ketadi. Shu vaqtda tavbalarni yo'lini to'sadigan buyuk alomatlar boshlanadi. Endi buni buyog'ida yashagan odamlar agar shungacha iymon keltirib, savobli amal qilmagan bo'lsa, endi dabbani chiqishi boshlandi. Yerdan hayvon chiqib turib, Allohning oyatlariga iymon keltirmayapti deb, dabbadan keyingilar iymon keltirsa qabul qilinmaydi. Yerda mana shu hayvon chiquvchi iymonli bo'lganlarda dabba iymonlilar deydi, undan keyinlarning iymoni ham qabul qilinmaydi, tavbasi ham qabul qilinmaydi. Qiyomatning soati kirganligini bildiradigan alomatlarning birinchisi bu yerdan insonlarda til bilan gapiradigan hayvonlar chiqishligi. Inshaalloh bu to'g'rida nihoyani e'lon qiluvchi hamda tavbalarni to'sguvchi eng buyuk alomatlar boshlanadi. Hadislarda mana keltirildi, oxir zamon alomatlari ikki qismga bo'lindi. Katta alomatlar, kichik alomatlar. Kichik alomatlar ham o'z navbatida ikkiga bo'linadi. Bu qiyomat soatini yaqin qolganligini bildiradigan alomatlar hamda qiyomat soatini boshlanishligini bildiradigan alomatlar. Inshaalloh qiyomat soatini boshlashini bildiradigan alomatlardan bugun o'qigan bo'lamiz. Qiyomat soatini kirganini bildiradigan alomatlardan bu kunni botishi va yer ostidan dabba, hayvonni chiqishligi. Bularning qaysinisi birinchi bo'ladi degan savolga ulamolar har xil javob beradi. Lekin shubhasiz qaysinisi birinchi chiqishidan qat'iy nazar, ikkinchisi tezlik bilan orqasidan voqea bo'ladi. Ba'zi ulamolarning so'zlariga qaraganda avval
yerdan ana shu dabba chiqishligi birinchi bo'ladi. Astagfiru billah. Va idza waqa'al qawlu alayhim akhrajna lahum dabbatan minal ard tukallimuhum anna an-nasa kanu biayatina la yuqinun. Qachon kofirlarning ustiga so'z azob tushganida, ya'ni qiyomat yaqinlashib qolganida, biz ular uchun yerdan bir jonivor chiqarurmiz. U odamlarga bizning oyatlarimizga ishonmaydigan bo'lib qolganlar haqida so'zlar. Ya'ni Imom Muslim sahihlarda keltirgan hadisda aytiladi, uning ismi Jassosa bo'ladi. Mana Dajjolning qissasini gaplashganimizda Tamim ad-Dari orolga borib, ana shu hayvonni ko'rganligini Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga aytib bergan. Juni qalin va nihoyatda uzun bo'ladi bu hayvonni. Juni shunday bir qalin uzun bo'ladiki, bu hayvonni oldi qadayu orqasi qad ajratib bo'lmaydi. Lekin bu hayvonni boshqa hayvonlardan farqli joyi, u boshqa hayvonlarga o'xshab ota-onadan tug'ilmaydi. Ya'ni birdaniga yerdan chiqarilib yaratiladi. Bu xuddi Solih alayhisalomning tuyasiga o'xshaydi. Mana Solih alayhisalomning tuyasini otasi ham onasi yo'q, toshdan bir lahzada Alloh taolaning hukmi bilan yaralgandek, bu Jassosa ham ota-onasiz dunyoga keladi. Bu dabba Alloh taoloning mo'jizasidir. Alloh taolo unga insonlar bilan gaplashishlik qudratini beradi. Odamlar bilan so'zlashadi. Odamlar esa uni so'zlarini tushunadilar. Mana ba'zi bir sahih bo'lmagan rivoyatlarda keladi, dabba odamlarni xatm qiladi deydi. Ya'ni xatm qiladi degani, dabba chiqqan davrda mo'min bo'lganlar mo'min deyiladi. Undan keyin iymon keltirganlarning iymoni qabul qilinmaydi deyiladi. Ya'ni dabbani chiqishligi bo'ldi. Endi buni bu yog'iga iymon keltirdimi, tavba qildimi, birortasi qabul bo'lmaydi. Shu kungacha iymon keltirgan bo'lsa va mana shu iymoni bilan savobli amallarni qilgan bo'lsa, shu iymoniga insonga asqatadi. Sahihda Imom Ahmad sahihlarida keltiriladi, Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytadilar: dabba chiqadi. Dabba degani hayvon degani. Va ularni xatm qiladi. So'ngra odamlar bir qancha vaqt yashaydilar. Bir necha avlod almashadi. Ya'ni dabba chiqib odamlarning mo'minini mo'min, kofirni kofir deb hukm qilib bo'lgandan keyin darrov qiyomat bo'lib ketmaydi. Bir muddat odamlar yashaydi. Yana mana shu Iso alayhisalom zamonida yashab, mo'jizalarni ko'rib, keyin tirik qolib, yana kufrga qaytib ketganlar ustida dabba chiqib turib, kofirni kofir, mo'minini mo'min deydi. Ya'ni Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning hadislarida keladi, ana shu davrlarda bir odam bir jonliqni sotib olsa, kimdan oldingiz buni desa, haligi dabba xatm qilgan odamlardan bittasini sotib oldim deydi. Ya'ni u keyingi avloddagi odamki, sotib olgan odamni ana shu dabba xatm qilgan kishilardan ekanligini aytib o'tadi. Yana bir avlod yashaydi, Iso davridan keyingi vaqtni ko'rgan odamlar. Dabba chiqqandan keyin yoki kun mag'ribidan chiqqandan keyin tavba eshiklari yopiladi. Dabba chiqadimi? Qaytarib aytamiz. Kun mag'ribidan birinchi bo'lib chiqadimi? Vallohu a'lam. Lekin ikkalasi birin-ketin bo'ladigan narsa. Nabiy sollallohu alayhi vasallam Imom Buxoriy va Muslim sahihlarida keltiriladi, aytadilar: kun o'zining botishidan chiqmagunicha qiyomat qoyim bo'lmaydi. Odamlar kunni mashriqdan chiqishini kutib turgan paytlarida kun birdaniga mag'ribdan chiqib qoladi. Tong otib bu yerdan chiqishligini kutgan paytda kun bu yerdan chiqib ketadi. Va aksincha mashriqqa qarab botadi. Bu holat 3 kun davom etadi. 3 kun mag'ribdan kun chiqib, teskari bo'lib mashriqqa qarab botib boradi. 3 kun. 3 kun o'tgandan keyin yana asl holatga aylanadi. Nabiy sollallohu alayhi vasallam aytadilar: "Bu kun kishi agar iymon keltirib, iymonida savobli amallarni kasb qilib olmagan bo'lsa, kishining iymoni unga foyda bermaydigan kun. Shu kungacha amal qilib qolding. Shu kungacha iymonlimiding? Iymonlisa. Endi buni yo'g'iga tavbaga ham qabul bo'lmaydi, iymoniga ham qabul bo'lmaydi. Ya'ni banda savobli amallarni qilib olmagan bo'lsa, uni asqatmaydi. Ikki holatda tavba qabul bo'lmaydi. O'lim hidi kelib, g'arg'ara shu yerga tiqilgan paytda, ikkinchisi kun mag'ribdan chiqqan paytda. Mana aytdik, kun mag'ribidan chiqqandan keyin insonlar bir muddat yana yashashadi. Tavba eshiklari yopilgan holatda. Shunda Alloh taolo shunday kunlarning birida insoniyatni yer yuzidagi hayot muddati tuganligiga bir alomatlarini ko'rsata boshlaydi. Bir mulohaza qilib ko'raylik-da. Mana bugungi kun tugadi. Shom bo'ldi, keyingi kun kirdi.
Endi insoniyat hayotini tugashligini tasavvur qiling. Alloh saqlasin, o'sha davrda yashayotgan odamlarning ahvoli nima bo'ladi? Ya'ni hayot tugaydi, ertaga pulni ham keragi yo'q, ibodatni ham keragi yo'q, hamma qabrga kirib ketadi. Mana shu holatni tasavvur qilaylik. Bu hammamizning peshonamizda bor. O'lim soati peshonamizga kelganda qiyomatda kichkinasi boshlandi deb aytamiz. Pulingiz ham qoladi, mashinangiz ham qoladi, uyingiz ham qoladi. Belgi bo'ladigan oxirgi alomat shuki, Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytadi, Alloh taolo Yamandan bir shabadani yuboradi. Boshqa rivoyatlarda Shomdan shabada chiqadi, Yamanga borib, Yamandan dunyo bo'ylab tarqaydi. Bu rahmat shabadasi. Bu shabada ipakdan ko'ra mayinroq. U odamlarning uylariga, maskanlariga kiradi. Agar hatto insonlar tog'ni ichidagi g'orlarga, g'orni jigarigacha kirib ketgan bo'lsa ham, bu shabada albatta yetib boradi. Nimaga g'orgacha deyilyapti? Chunki g'or odatda tupi bo'lganligi uchun oxiri u shabadani chiqib ketadigan joy yo'qligidan havo kirmaydi u ekan. Lekin bu shunday shabada bo'ladiki, odamlarda hammasini bir qator silab o'tadi. Har bir odam bolasi yetib boradi. Bu shabadaning ishi nima edi? Bu ajib ish qiladi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytadilar, qalbida zarracha iymoni bor kishini mana shu shabada qo'ltiqlarini silab o'tib, uni jonini oladi deydi. Ya'ni oxiriga qalbida zarracha iymoni bor odam mana shu shabada bilan joni olingandan keyin yer yuzida Alloh taolaning vahdoniyatini isbotlaydigan birorta odam bolasi qolmaydi. Shu kuni yer yuzi inson bolasiga harom bo'ladi. Ya'ni mana shu kalimaga o'ylar borki, hayot davom etyapti. Yerda faqat kofirlar qoladi dedi Rasululloh. Yerda Alloh taoloning zikri to'xtaydi. Nabiy sollallohu alayhi vasallam aytadilar, yer yuzida Alloh deyilmay qo'ymagunicha qiyomat qoyim bo'lmaydi. Ya'ni odamlar qoladi, birortasi Alloh demaydigan bo'lib qoladi. Qiyomat faqat mana shu holatdagina qoyim bo'ladi. Imom Muslimda keltiriladi, insonlar mana shunday holda turar ekanlar, Alloh taolo ularning ustlariga pokiza shabadan yuboradi. U odamlarning qo'ltiqlaridan o'tib, har bir mo'minning jonini oladi. Odamlarni yomonlarigina qoladi. Yerda fasod boshlanadi. Zino ko'chalarda oshkor bo'ladi. Ya'ni Nabiy sollallohu alayhi vasallam aytadilar, ana shu davrga borganda zino shunday avj oladiki, bir-birlariga xuddi eshak bir-biriga sakragandek sakraydigan bo'ladi. Yo'lning ustida zino qiladigan bo'lib qoladi. Ana shu davrda dedi Rasululloh, ularning ichidagi eng yaxshi odam kim bo'ladi desa, shu chekaroq o'tib olsalar yaxshi bo'ladi degan odam ularning ichidagi eng afzali bo'ladi deydi. Ya'ni bu gunoh, buni qilmaylar emas, chekiga o'tib qilinglar shuni. Shuni gapirgan odam yaxshi odam bo'ladi deyilmayapti. Nauzubillah. Imom Buxoriyda keltiriladi, Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytadilar, birin-ketin solih kishilar ketadi. Xuddi arpani yoki xurmoni chiqindilari chiqib ajrab qolgandek, odamlarning ablahlarigina qoladi. Alloh taolo ularni parvosiga olmaydi. Islom dedi Rasululloh, xuddi kiyimning rangi o'chib yo'q bo'lib ketgandek islom yo'q bo'lib ketadi. Namoz, roza, qurbonlik nimaligini odamlar bilmay qo'yadi. Qur'ondan birorta bir kalima qolmaydi. Ya'ni Qur'on bor paytda qiyomat qoyim bo'lmaydi degani. Qur'on yo'q bo'lib ketadi. O'sha davrda yashaydigan oqsoqollar qanaqa odamlar bo'ladi? Ya'ni iymonni qabul qilsa ham qabul bo'lmaydigan davrda yashaydiganlar kim bo'ladi? Ana shu bir fojir, fosiq bo'lgan kimsalarning oqsoqollar aytadiki, otalarimiz la ilaha illalloh derdi. Biz ham aytib qo'yamiz shuni. Deydida, la ilaha illallohni aytib qo'yadi, lekin ma'nosini tushunmaydi ular. Demak, mushriklar ham Nabiy sollallohu alayhi vasallam zamonlarida osmon yerni kim yaratgan desa Alloh deyshgan. Sizlarni kim tiriltirib o'ltiradi desa Alloh degan. Rizqinglarni kim beradi desa Alloh degan, lekin ibodatda unga shirk keltirishgan. Shuning uchun ular Allohni tan olganligi ularni mo'min qilib qo'ymadi. Xuddi shunday hozirgi kunda ham tiriltiradi, o'ldiradi, rizqimizni Alloh beradi deb turib, faqat Alloh uchun qilinadigan ishlarda boshqalarni ham sherik qilib ajratib qo'ygan bo'lsak, biz ham shirk keltirib qo'ygan bo'lamiz. Buni ko'rinishlari ko'p. Palonchi oppoq otasiga atab qo'y so'yadi. Palonchi avliyoga atab toqab chiqib qo'y so'yadi va hokazolar. Alloh uchun qilinadigan ish boshqalar uchun qilinadigan bo'lsa, bu shirk deyiladi. Nabiy sollallohu alayhi vasallam aytadilar, qiyomat odamlarning eng yomonlarining ustiga qoyim bo'ladi. Bugun qiyomatning oxirgi alomatini tugatamiz, birodarlar. Ertaga darsda inshaalloh qiyomatning boshlanishini boshlaymiz. Surdi chalishdan boshlanadi. Rasululloh aytadilar, qiyomat odamlarning eng yomonlarining ustiga qoyim bo'ladi. Bu odamlar butlarga sig'inadi. Rasululloh boshqa hadislarda aytadilar, boshqa hadislarida odamlarning yomonlari qoladi. Ular qushday yengiltek, yosh bolalarning singan aqldek tentek, ma'rufni munkarni bilmaydigan bo'ladi. Shayton kelib ularga
Meni gapimga quloq solmaysizlarmi dedi. Ana mana bu yurasan desa, butlarga ibodat qilinglar dedi. Mana qaranglar, shayton qachon kelib ularga buyuryapti? Ilm ko'tarilganda, Qur'on ko'tarilganda, islom ko'tarilganda. Qaysi bir xalqning ichida ilmli odamlar bo'lmasa ekan, shayton juda chiroyli so'zlar bilan, juda chiroyli bir shiorlar bilan odamlarni shirkka olib ketadi. Nuh alayhisalom davridan shirk boshlangan deyiladigan bo'lsa, ana shu Nuh alayhisalom bilan Odam alayhisalom o'rtasida 1000 yil deyilsa, 1000 yilgacha shirk bo'lgan emas. Ana shu 5 ta odam solih kishilarni o'tib ketganlaridan keyin, Allohning diniga da'vat qiladigan solih kishilar o'tib ketgandan keyin, ularni bergan darslardan xabardor qavm tugagandan keyin yangi ilmdan johil bo'lgan bir avlod paydo bo'ldi. Shayton kelib turib bularni sekinlik bilan, bu ota-bobolaringlar yaxshi odamlar bo'lgan, kelinglar, mo bittasini nomi bilan mo toshni atab qo'yaylik. Falonchini devasi, Ya'usni yoki Vudni, Nasrni bir devaligi deylik. Shu devalikni ko'rganimizda eslab yuramiz gaplarini. Xo'p, shunaqa deb nomlashdi. Keyingi kelgan avlod yana johilmi? Ota-bobolarlar bilasizlarmi nimaga bu yerga to'planardi? Bunga ibodat qilardi-da, ibodat kirgizib Shayton odamlar orasida ilmli odamlar qolmagandan keyin osonlik bilan adashtirib ketadi. Muslimdan rivoyat qilinadi, Imom Muslimdan Oysha roziyallohu anha aytadi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam shunday dedilar. Lot va Uzzoga yana yangitdan sig'inilmagunicha kun tugamaydi. Zul Xulaysaga ham ibodat qilinadi. Lot bilan Uzzo mana bilamiz, Quraysh mushriklari sig'inadigan eng katta butlar edi. O'z payg'ambarini hidoyat va haq din bilan, garchi mushriklar istamasalar-da, barcha dinlarga g'olib qilish uchun yuborgan zotdir. Axir bo'ldi-yu, islom g'olib bo'ldi-yu, Lot, Manot, Uzzodlar ketdi-yu Huballar. Yana qaytadimi bular dedi. Nabiy sollallohu alayhi vasallam aytdilar, bu narsa Alloh taolo xohlaganicha davom etadi tavhid. So'ngra Alloh taolo pokiza shabadan yuboradi, u bilan qalbida zarracha iymoni bor odamlarning jonini oladi. Keyin yana odamlar qaytadan Lot bilan Manotga, Uzzoga sig'inishlikni boshlaydi. Qiyomatning alomatlarining oxirlaridan Ka'batulloh buziladi. Imom Ahmad sahihlarda keltiriladi. Nabiy sollallohu alayhi vasallam aytadilar: "Men ularni ko'rib turgandekman. Qora, o'zlari qora, habash bo'lgan, oyoqlari qiyshiq habashlar Ka'bani toshlarini birin-ketin tushirib buzayotganligini ko'rib turgandayman" deydi. Ya'ni Ka'batulloh qolmaydi. Ana shu iymon, islom, din, Qur'on, namoz, sadaqa, amri ma'ruf, nahiy munkar qolmagandan keyin Ka'bani hurmati ham ketadi. Ya'ni bo'ylari kichkina, oyoqlari qiyshiq qora habashlar Ka'bani toshlarini bitta-bitta tushirib buzayotganligini ko'rib turibman dedi Rasululloh sollallohu alayhi vasallam. Ka'ba qolmaydi. Qur'on qolmaydi. Namoz, roza, sadaqa qolmaydi. Amri ma'ruf, nahiy munkar qolmaydi. Fasod tarqaydi. Zino oshkor bo'ladi. Odamlar shu holatda qoladi. Bashariyat tufayli yer fasodga to'ladi. Shunda qiyomatning surat cholinishligidan avvalga qolgan oxirgi bitta alomat boshlanadi. Bu oxirgisi. Ka'bani buzilishligi oxirgidan burungisi. Endi oxirgi alomat nima? Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytadilar, Hazramotdan bir olov chiqadi. Boshqa hadislarda Adandan deyilgan ekan. Adan degan joydan. Qiyomatdan avval odamlar hammasi biriga to'planadi. Kimlar? Odamlarning yomonlari. Mana shu o't chiqib, insonlarni hammasini Shomga qarab surib boradi. Xuddi suv odamlarni surib ketgandek, olov odamlarni haydab ketadi. Sahobalar, "Ya Rasululloh, agar o'sha o't chiqqan paytda biz bo'lsa nima qilamiz?" deydi. Alloh saqlasin. U davrda iymonli odam qolmaydi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytadilar, "Shomga boringlar" deydi. Odamlar o't chiqqanda Shomga yig'iladi. Imom Buxoriy sahihlarida keltiriladi. Odamlar 3 yo'lga yig'iladilar. Qo'rqqan holatda, umid qilgan holatda, ya'ni o'zi ixtiyori bilan o'tdan qochib ham yuradi, yo majbur o't quvganlar ham yuradi. 2 kishi bir otda ketadi. Biri minadi, biri piyoda ketadi, almashadi. 3 kishi bir otda ketadi. Bittasi minadi, ikkitasi piyoda ketadi. Mino degan narsa yo'qligidan 4tasi bitta otda ketadi, 10tasi bitta otda ketadi. Chunki mino degan narsa borki, minib, almashib o'tdan qochib ketadi. Olov Shomga qarab haydab boradi. Shunday bir ajib holat bo'ladiki, bu o'tning xususiyati shu bo'ladi. Imom Buxoriyda keltirilgan bu hadis. Rasululloh aytadilar, ular, ya'ni o'tdan qochayotganlar to'xtagan joyda o't ham to'xtaydi. Yurib charchashdimi, dam olgisi keldimi, o'tirib dam olsa o't ham to'xtab turadi. Yursa orqasidan surib yuradi.
Charchadimmi, o'tirdimmi, o't to'xtaydi. Buxoriydan bu hadis. Endi kechqurun to'xtab, tunash kerak bo'lsa, o't to'xtaydi, o'chib turadi. Toki pasayib turadi. Yotib uxlab, ertaman turib harakat qilganda o't uyg'onadi, yana haydaydi bo'lardi. Odamlarni hammasini Shomga yig'ib keladi. Demak, qiyomat qoyim bo'lishidan burun odamlar bir joyga to'planadi. Odamlarning yomoni bir joyga to'planadi. Imom Buxoriy va Muslimda keltiriladi. Ularga sodir bo'ladigan narsani bayon qilib Rasul aytadilar. Madinani ham odamlar tark qiladi. Madinada ham odamlar yomoni qoladi. Madinani yaxshi holatda, hech bir buzilmagan, uylari butun bo'lgan holatda hayvonlarga, jonivorlarga, qushlarga tashlab, xoli holatda tashlab chiqib ketadilar. Oxirgi bo'lib to'planadigan ikkita odam muzaynalik cho'pon bo'ladi. Ular qo'ylarni haydab Madinaga qarab kirib kelsa, Madinada hayvonlarla qolgan bo'ladi. Uni xoli ekanini ko'radilar, hayron bo'ladi. Bu ikkisi ham o'tdan qochib Shomga qarab yurib borayotganda, Saniyatul Vadoga yetganda qiyomat qoyim bo'ladi. Sur cholinadi, ikkalasi ham o'lik holda yuzi bilan yerga qiladi. Mana shu ko'rinishda qiyomat qoyim bo'ladi. Oralarida na islom, na Qur'on, na namoz va na roza bo'lmagan va bir yerga jamlanadigan odamlarni, yomon odamlarning ustida qiyomat qoyim bo'ladi. Nabiy sollallohu alayhi vasallam aytadilar: Abi Said al-Khudriydan: "Va kayfa an'am va sohibul qarn qad iltaqamal qarn va hana jabhatahu va asgha samahu yantaziru an yu'mara an yanfiha lahu va yanfih." Qanaqa qilib rohatlanadi dedi Rasululloh. Qanday qilib rohatlanib yashay? Axir ana shu surni choladigan Isrofil og'ziga surni qo'yib turibdi. Peshonasini arshga qaratib quloq tutib turibdi. Buyurilishini kutyapti. Buyurilishiga choladi dedi. Qanday yashashi mumkin bundan keyin xotirjam dedi Rasululloh. Sahobalar: "Ey Rasululloh, biz nima deylik unda?" desa, "Hasbunalloh va ni'mal vakil" dedilar. Bizning hisobimiz Alloh taoloning qo'lida. Qiyomat qoyim bo'ladigan kun juma kuni bo'ladi. Imom Muslim rivoyatlarida Rasululloh aytadilar: "Quyosh chiqqan kunlarning eng yaxshisi jumadir. Bu kunda odam yaralgan, shu kunda jannatga kirgizilgan, shu kunda jannatdan chiqarilgan, qiyomat kuni ham juma kunida bo'ladi. Juma kuni bo'lsa, sur cholinishlikka hukm qilinadi." Inshaalloh keyingi darsimizda sur cholinishligida sodir bo'ladigan ishlar haqida gaplashgan bo'lamiz. Aqulu qawli hada va astagfirulloh li va lakum. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.